Yo'llar buzuq, yomog'i. Yamalar ko'p edi. 10 minutlik joyga 2 soatda borishga, 1 soatda borishga to'g'ri kelardi. Arnasoy tumanida keng ko'lamli asfaltlash ishlari olib borilmoqda. Bu o'zgarishlarni aholi va haydovchilar qanday baholashmoqda? Keling, ularni birgalikda eshitamiz. Ya yüzüyor, mana yo'llarimiz zo'r bo'lib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Hurmat yo'lchilarimizga. Yama ko'paytdi. Zo'r bo'libdi-da. Yo'llar buzuq, yomog'ida. Oldinma Xudoga shukr. O'ynada yo'limizni remont qilib berdi. Otasiga rahmat. Rahmat, katta rahmat sizlarga. Yamalar ko'p edi. Suvlar to'planardi. Keyin imkoni yo'q edi. Texnikada ayniqsa 10 minutlik joyga 2 soatda borishga, 1 soatda borishga to'g'ri kelardi. Hozir Xudoga shukr, mana tep-tekis yo'l bo'ldi. Keyin bu yo'l ilgarigidan boshqacharoq bo'lib remont bo'ldi. Bular asfaltlar qalin, ancha sifatli. Boshqa yerlarda ham ko'ryapmiz endi yo'lni remontini. Hozir bu ancha yaxshi bo'lgan. Yo'llarimizni ahvoli biroz avgorroq bo'lgan. Hozirda kesam ta'mirlanib, chiroyli ahvolga kelibdi. Biz albatta xursandmiz bundan. Rayonimizga, Jizzax viloyatiga chiqib kelish osonlashdi oldik. Rahmat kattaga yo'lchilarga. Yo'llar yaxshi, juda yaxshi, xursandmiz. Zakonda ishlayapti yo'llar. Avval endi cho'nqur muammolar bor edi, yamalar ko'p edi. Mana shu yo'l sozboklar juda xursand bo'lib qoldik. Men bolalar borib kelyapti. Nurli To'lqin Holdingga katta rahmat, otasiga rahmat.